Hop, navbatdagi videomizda sizlar bilan 16-sana 2-sinfdan o'tgan savollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi savolda aytyapti, idishga 40 litr suv quyilgandan keyin suv miqdori 20% ga oshdi. Dastlab necha litr suv bo'lgan? Hop, dastlab x litr suv bo'lgan deb tasavvur qilaylik. Unga qo'shildi 40 litr va 20% ga oshsa suv miqdori, ya'ni 1,2x bo'ldi. Hop, mana shu tenglamani yechamiz, ya'ni x bu tarafga o'tkazib yuboramiz. Bundan kelib chiqadiki 0,2x barobar 40. X topadigan bo'lsak, x barobar 200 litr bo'lar ekan. Javob. Keyingi savolimiz. 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlar yozishda 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlar ichida eng kam takrorlanadiganini toping. Xo'p, bu yoqda eng kam qatnashadigani 0 bo'ladi. Sababi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 hamda 100 da 2 ta bo'ladi. Jami 11 ta bo'ladi. Qolgan raqamlarimiz esa undan ko'proq bo'ladi. Nimaga desanglar, masalan 1 oladigan bo'lsak, 10, 11, 12, 13 bo'lib ketadi. Unda bundan tashqari 21, 31, 41, 51, 61 larda ham 1 bor. Shuning uchun ko'payib ketadi. 2 ham 9 ham xuddi shunaqa. Eng kam qatnashadigani bu 0. Xo'p, keyingi savolimiz trigonometriyaga doir savol. Buni a plus b kvadrat formula bo'yicha ochib chiqamiz. Xo'p, sinus kvadrat 26 plus 2 sinus 26 kosinus 4 plus kosinus kvadrat 4 qo'shilgan ikkinchi qavsimiz kosinus kvadrat 26 plus 2 kosinus 26 sinus 4 plus sinus kvadrat 4 gradus. Hop, biz bilamizki, sinus kvadrat tarafi plus kosinus kvadrat tarafi teng birligidan sinus kvadrat 26 bilan kosinus kvadrat 26 ni qo'shsak 1 bo'ladi. Hop, kosinus kvadrat 4 bilan sinus kvadrat 4 qo'shsak ham 1 bo'ladi. Qo'shilgan. Keyin undan 2 ni chiqarib olsak, 2 sinus 26 kosinus 4 qo'shilgan kosinus 26 sinus 4 bo'ladi. Hop, 2 qo'shilgan 2 kera buni hisoblaydigan bo'lsak, sinus 30 gradus bo'ladi. Sinus 30 gradus 1 taqsim 2 teng 2 plus 2 kera 1 taqsim 2. Qisqaradi 3 chiqadi javob. Demak, C javob. Hop, navbatdagi misolimiz 0,1 bo'lish kerak 0,100 ga. Bu 1 taqsim 10 degani, bu 5 taqsim 100 degani. Agar bo'limlarni ko'paytmay yozadigan bo'lsak, 100 bilan 5 joy almashadi. 100 taqsim 50. Demak 2. Bu javob bo'lar ekan. 5-misolimiz 3 xonali 6 to'r va yulduzcha soni berilgan. Yulduzcha o'rniga qanday raqam qo'yilsa, son ham 3 ga, ham 5 ga bo'linadi deb so'rayapti. Hop, birinchi navbatda biza 5 ga bo'linish qoidasidan foydalanamiz. 5 ga bo'linish uchun yulduzchamiz o'rniga yo 0 yoki 5 qo'yishimiz kerak. Ana endi 3 ga bo'linish qoidasi esa berilgan sonning raqamlar yig'indisi edi. Endi 6 ni 4 ni 0 ga qo'shadigan bo'lsak 10 bo'ladi, 3 ga bo'linmaydi. Shunda o'z-o'zidan 5 bo'ladi. C javob. 6-savolimiz 40 ming so'mlik mahsulotga 15% chegirma qilindi. Mahsulotning chegirmadagi narxini toping degan. Xo'p, birinchi o'sha 15% ni topib olamiz. Uning uchun 40 mingni 15 ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. 100% ga. 2 ta 0 bu 2 ta 0 bilan qisqaradida 6 ming bo'lar ekan. Ana endi 40 mingdan ayiramiz 6 mingni. 34 ming bo'ladi mahsulotimiz chegirmadagi narxi. Keyingi savolimiz piramidaga oid savol ekan. 7 burchakli piramidaning uchlari sonini toping. Xo'p, bunda birinchi eslab olamiz. Ixtiyoriy n burchakli piramidaning uchlari soni n plus 1 bo'ladi. Demak, 8 ta 3 bor ekan. Chunki asosda 7 ta va tepada 1 bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari bunga qo'shimcha qilib yoqlar soni, qirralar sonini ham topib ketsak bo'ladi. Balkim keyingi kunlarda shunga o'xshagan savollar tushib qolishi mumkin.
Hop, piramidaning yoqlari soni ham xuddi shunaqa n+1 formula bilan topiladi. Chunki yon tomonlari uchburchaklardan iborat bo'ladi. Nta va bitta asosi bo'ladi. Demak, 8 ta yoqi bo'ladi. Endi uchlar sonini topdik, yoqlar sonini topdik, qirralar sonini topishimiz kerak. Xo'p, ixtiyoriy piramidada, ya'ni n burchakli piramidada qirralar soni 2n formula bilan topiladi. Ya'ni 2 kira 7. 14 ta qirrasi bo'ladi. Bu yerda bizdan uchlar sonini so'ragani uchun, demak uchlarimiz soni 8 ta bo'ladi. Endi xuddi shunaqa hisoblash 0,6 ya'ni 6 taqsim 10 bo'lingan 2 taqsim 100. 6 taqsim 10 ko'paygan 100 taqsim 2 deymiz. Shunda 600 taqsim 20 bo'ladi-da 30 bo'ladi misolimiz javobi. 9-misolimiz. Narsaning, ya'ni mahsulotning narxi 12% ga arzonlashtirildi. Agar dastlabki narxi 60 ming so'm bo'lsa, hozirgi narxini toping. Xo'p, demak 60 mingni 12% ni topish uchun 12 ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. 12 dan qisqarib ketadi va 7200. Ana endi biz 60 mingdan ayiramiz 7200 ni. Shunda bizda bo'ladi 52800 so'm. Xo'p. 10-savolimiz. Hisoblashga doir savol. Buni hisoblash uchun biz qisqa ko'paytirish formulasidan foydalanamiz. Ildiz ostida 1 qo'shilgan 2024 va 2025 o'rtasidagi son. 2024 va 2026 o'rtasidagi son. Bu 2025. Demak, 2025 minus 1 ko'paygan 2025 plus 1 ko'rinishida yozib olamiz. 2024 o'rniga mana buni 2026 o'rniga esa mana buni. Shunda bu bo'ladi ildiz ostida 1 plus 2025 ning kvadrati minus 1 ning kvadrati. Ular qisqarib ketadi va ildiz ostida 2025 ning kvadrati. Kvadrat bilan ildiz qisqarib ketadi va 2025 qolar ekan. Savob javob. Oxirgi misolimiz funksiyaning aniqlanish sohasini toping degan. Biz bilamizki, logaritmik funksiyalarda, ya'ni logaritm a + b da a teng emas 1 ga a katta 0 dan b katta 0 dan bo'ladi. Xo'p, bunda ham yozib olamiz. X kvadrat plus 2 o'z shundoq ham katta 0 dan ko'rinib turibdi. X minus 2 teng emas 1 ga x minus 2 katta 0 dan. Birinchisi sistemamiz har doim to'g'ri bo'ladi. Birinchi tenglikimiz mana bunisi. Shuning uchun tashlab yuborsak ham bo'laveradi. O'shanda bu x teng emas 3 ga bo'ladi va x katta 2 dan. Bu nima degani? Bu 2 dan 3 gacha va 3 dan 3x'likgacha degani. Demak, yana B javob bo'lar ekan. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bundan albatta xursand bo'lamiz. Imtihonga kiradigan tanishlarga shu videolarni jo'natib qo'yinglar.